Mana AUX konditsionerlarni hozir o'rnatishni boshladik. Bitta xonadonga ikkita qo'yyapmiz hozir. Lazerga urvinga qo'yib oldik. Mana almazning burun yordamida teshib turib konditsionerni o'rnatyapmiz hozir. Hozir mana shu joyga mos keldi. Oddiy suv yog'ishdan teshib oldik, mana teshik ochib oldik. Mana ichkari tomoni. Mana shunday qilib o'rnatib oldik ichkarisini. Mana yana bittasini tashqariga o'rnatdik. Hozir ana shu joyga bittasi o'rnaydi hozir. Narsalarni tayyor qilib qo'ydik. AUX konditsioneri. Hozir bunisini ham o'rnatib turib obzor qilaveramiz, hozir video qilamiz. Mana turbalarni ulayapmiz. Hozir kabellarni ulaymiz. Mana o'rnatib bo'ldik. Konditsionerlarni joylab, mana slivka shlankasini bu tomonga qarab montaj qilib qo'yiladi. Hozir mana patologdan baquvvat kabelda mana bu avtomatga to'kab kelib turib konditsionerni kabelini shunga tiqib montaj qilib qo'yamiz. Mana konditsionerimiz ishlayapti. Hozir havo sal sovuqligi uchun isitishga qo'yganmiz. Mana issiq chiqaryapti hozir. Shunaqangi konditsioner o'rnatish kimga zarur bo'lsa, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar.